Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Boysundagi gaz konidan yana gaz o'tilib chiqayotgani aks etgan video tarqaldi. Mas'ullar bunga izoh berdi. Lavozimni tark eting, aks holda kuch ishlatamiz. Qo'shma Shtatlar Maduroni jiddiy ogohlantirdi. Rossiya bir martalik askarlarni kaska va zirhli jelissiz jangga tashlamoqda. Venesuela prezidenti Turkiyaga surgun qilinishi mumkin. Endi esa batafsil. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftani o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faoliyatni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Boysundagi gaz konidan yana gaz o'tilib chiqayotgani aks etgan video tarqaldi. Mas'ullar bunga izoh berdi. Surxondaryoning Boysund tumani Mustaqillikning 25 yilligi nomli gaz konidan yana gaz chiqayotgani haqida xabarlar tarqaldi. 30-noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Boysundagi gaz konida balandga o'tilgan kuchli oqim yonuvchi qatlamni ochish jarayonida yuzaga kelgan texnik portlash aks etgani aytilmoqda. Qayd etilishicha 300 metrgacha ko'tarilgandek ko'rinadigan oq binafsha tutun ustuni uzoqdan ham yaqqol ko'ringan. Bunday jarayon katta bosim ostida yotgan qatlamlarni ishga tushirish yoki xavfni kamaytirish uchun bajariladi. Energetika vazirligi vaziyat haqida izoh berdi. Vazirlik bu holat M25 konining 202-son qudug'ida bir hafta oldin kuzatilgan geologik jarayon ekanligini ma'lum qildi. Ya'ni avvaldan yoqib qo'yilgan olovning vaqtincha so'nish holati hisoblanadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu holat kondagi geologik jarayon natijasida yuz bergan va qisqa vaqtda yoqib qo'yilgan. Ayni paytda Boysundagi M25 konida vaziyat barqaror bo'lib, barcha jarayonlar mutaxassislar nazorati ostida amalga oshirilmoqda, deyiladi vazirlik xabarida. Qayd etilishicha, havoga zararli moddalar tarqalishining oldini olish maqsadida gaz yoqib qo'yilgan va bu usul atrof muhit ifloslanishining oldini olishda qabul qilingan standart amaliyot hisoblanadi hamda xalqaro sanoat xavfsizligi talablariga to'liq javob beradi. Lavozimni tark eting, aks holda kuch ishlatamiz. Qo'shma Shtatlar Maduroni jiddiy ogohlantirdi. Donald Trump Venesuela prezidenti Nikolas Maduroga telefon qilib, ixtiyoriy ravishda iste'foga chiqishni talab qilgan. Oq uy rahbari shuningdek Maduro ushbu shartga ko'nmagan taqdirda Qo'shma Shtatlar unga nisbatan kuch ishlatishi mumkinligini aytib tahdid qilgan. Bu haqda The Wall Street Journal nashri o'z manbalariga tayanib xabar berdi. Nashrning yozishicha, suhbat chog'ida ikkala prezident Maduro, uning yordamchilari va oila a'zolari uchun amnistiya masalasini muhokama qilgan. Ularning deyarli barchasiga nisbatan Qo'shma Shtatlar tomonidan sanksiyalar qo'llanilgan bo'lib, hatto prezident Maduro uchun $50 million miqdorida mukofot e'lon qilingan. AQSh hamda Venesuela prezidentlari telefon orqali suhbatlashgani haqida xabarlar bir necha kun oldin paydo bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, muloqot Davlat departamenti Solis kartelini terroristik tashkilot deb e'lon qilishdan avval tashkillashtirilgan. Qo'shma Shtatlar mulozimlari Maduroni ushbu kartelga rahbarlik qilishda ayblab keladi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Qo'shma Shtatlar hozir jangovar xizmatda bo'lgan harbiy kemalarning taxminan 30%ni Karib havzasiga joylashtirgan. Bu Donald Trump Maduro hokimiyatini ag'darish uchun harbiy amaliyot o'tkazish mumkinligi haqida xavotirlar kuchaygan bir vaqtda sodir bo'lmoqda. Lotin Amerikasining neftga boy mamlakati shunga muvofiq qator choralar ko'ra boshladi. Armiyani jangovar shay holatga keltirish, safarbarlik va hududiy mudofaa otryadlari shular jumlasidan. Reuters agentligining manbalariga ko'ra, Trump ma'muriyati Venesuela bo'yicha yangi harbiy operativ bosqichni boshlashga hozirlik ko'rmoqda. Biroq harbiy amaliyot qachon boshlanishi, umuman olganda prezident Trump yakuniy qarorga kelganmi yoki yo'q, bu noma'lumligicha qolmoqda. Rossiya bir martalik askarlarni kaska va zirhli jelissiz jangga tashlamoqda. Ukrainaning Liman shahridagi frontda bo'lgan rus harbiylari himoya kaskalari va zirhli jelissiz jang qilmoqda. Bu haqda The Telegraph xabar berdi. Xabarga ko'ra, mazkur holat Rossiya qo'mondonligining o'z qo'shinlari hayotiga e'tiborsizligini yaqqol ko'rsatadi. Ukraina armiyasi batalyoni qo'mondon o'rinbosari Yegor Komok bunday tendensiya 2024-yili deyarli kuzatilmaganini aytdi. Kaskalar oxirgi 20 ta guruhdan 4 tasida bor edi, dedi Komok. Ukraina Xavfsizlik va hamkorlik markazi ijrochi direktori
Dmitriy Jmaylo esa bunday holatlar oktyabr oyi oxiri va noyabrda videoga qayd etilganini aytdi. U askarlarni himoya vositalarsiz ko'rish ancha tez uchraydigan hodisa ekanini qo'shimcha qildi. Ta'kidlanishicha, zarur anjomlarning yetishmasligi Rossiya armiyasining katta yo'qotishlarini aks ettiradi. Bu ta'minot, qurol-yarog' va o'q-dorilar tanqisligiga olib kelgan. Rossiya harbiylarining aksariyati bir martalik deb qaraladi. Ular past sifatli jihoz va tayyorgarlikdan o'tadi. Qo'mondonlik esa mavjud kam resurslarni tejashga urinadi, dedi u. Shuningdek, Jmaylo bu voqealar qo'mondonlarga bo'ysunmaslik uchun o'ziga xos jazo bo'lishi mumkinligini ham taxmin qildi. Uning ta'kidlashicha, Rossiya armiyasida shaxsiy tarkibni nollashtirish orqali jazolash juda keng tarqalgan. Bunda qo'mondonlar o'z askarlarini Ukraina dronlari yordamida qasddan o'limga yuboradi. U ayrim holatlarda Rossiya qo'mondonlari yarador askarlarni qurolsiz ham jangga yuborishini qayd etdi. Komokning fikricha, Ukrainaga yaqinlashgan ba'zi rus askarlari frontdagi tartibsizlik sababli o'zlari qayerga kirib kelayotganini umuman bilmasligi ham mumkin. Ehtimol ular o'zlarining Ukrain pozitsiyalariga yaqinlashayotganini bilmaydi. Rossiya qo'mondonligi ularga oldinda faqat ittifoqchilari bor deb ishontiradi, dedi u. Texnika yetishmovchiligi nafaqat Rossiya tomonidan ta'minot tanqisligi, balki o'z piyoda askarlari hayotiga beparvolik bilan qarash bilan ham izohlanmoqda. Jmayloning so'zlariga ko'ra, Ukraina tomonidan qo'lga olingan ko'plab rus askarlari halok bo'lgan safdoshlari qoldirgan qurol va jihozlarni yig'ib kelish uchun jang maydoniga yuborilgan bo'lishi mumkin. Bu jihozlar keyingi 4-guruhga beriladi. Ular esa navbatdagi go'sht maydalagichga kiradi. O'ldirilgan askarlar esa maydonda qoladi. Rossiya qo'mondonligi piyoda askarlarga jihoz bermay resursni tejaydi. Bundan tashqari qurolsiz askarlar oziq-ovqat va o'q-dorilarni piyoda yetkazib berishga ham jalb qilinadi. Aksariyat hollarda ular dronlar tomonidan tezda aniqlanadi va yo'q qilinadi. Biz ularni yo'q qilishga majburmiz, chunki aks holda yigitlarimiz halok bo'lishi mumkin, deya xulosa qildi Komok. Venesuela prezidenti Turkiyaga surgun qilinishi mumkin. Venesuela prezidenti Nikolas Maduro AQSh bilan munosabatlar taranglashayotgani fonida Turkiyaga surgun qilinishi mumkin. Bu haqda manbalarga tayanib The Washington Post xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, AQSh prezidenti ma'muriyati Venesuela rahbariga oson yoki og'ir yo'l bilan vaziyatdan chiqish variantlarini taklif qiladi. Bu yo ixtiyoriy ketish yoki jismonan yo'q qilish bo'lishi kutilmoqda. Maduroning surgun qilinadigan joyi Turkiya bo'lishi ehtimoli yuqori. Sababi Nikolas Maduro turkiyalik hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan yaxshi munosabatda. U birinchilardan bo'lib Maduroni 2024-yildagi bahsli g'alabasi bilan tabriklagan edi. Maduro Turkiya prezidentini bir necha bor akasi deb atagan. Uni hibsga olish haqidagi ma'lumot uchun AQSh $50 million mukofot e'lon qilgandi. Rossiya, Eron va Kuba davlatlarini esa ekspertlar Venesuela prezidenti uchun xavfsizroq deb hisoblamaydi. Ekspertlar fikricha, bu davlatlar Maduroni o'z manfaatlari yo'lida savdolashish vositasiga aylantirishi mumkin. Turkiya va Venesuela o'rtasida mustahkam savdo-moliya aloqalari bor. Masalan, avvalgi yillarda ikki tomonlama bitimlar doirasida Venesuela oltini Turkiyaga qayta ishlash uchun yetkazib berilgan. So'nggi yillarda Anqara o'zini geosiyosiy muammolarni hal qilish maydoni sifatida ko'rsatmoqda. Ukrainadagi urush bo'yicha muzokaralar shu yerda o'tkazilgan.